Mana Atlant sortli malinamiz. Remontalniy. Hosildorchiligi zo'r. Suv bosib ketadi buni, bilsanglar agar. O'tgangi videoda nima qilganman, olib tashlaganman. Mana shu yergacha chiqib o'tdi. Hisobdan shular pondning suvni tagida edi. Mana suv ketgandan keyin chopig'ini qilib qo'ydik. Endi o'tlarini bir tozalab olsak yaxshi bo'ladi. Mana chopib chiroyli qilib qo'ydim. Mana shu 3 sotik chiqmasa kerak. Uyda bog' bor, temir 2 gektar. Har xil turdagi malina ko'chatlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, hali mevaga kirganda uni ham rasmga olib tashlayman. Bir tup eksanglar 10 tup bo'lib chiqadi tagidan. Yana aytib